hamyonda boriga qarab mashina olay desang ko'ngling to'lmaydi. Avtosalonga kelsang narxlar ko'tarmaydi. Nima qilish kerak? To'g'ri avtosentr avtosaloniga kelib, ozgina probegi bor. 8 ta o'rindiqlik desmi, 5 talik, 7 talik o'rindiqli avtomashinalarni qulay narxlarda bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Bir qator avtomashinalar bilan tanishtirib o'tamiz. Dongfeng Glory 8 talik o'rindiq metan propanda ham bemalol yuradi. Qulay narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Navbatdagi avtomashinamiz iCar 207. 100% elektrokar hisoblanadi. Bitta quvvatlangan zaryadka polni bak bilan misol uchun 450-500 km masofani bosib o'tadi. $50,000 sotilgan. Mana bu yoqdagi avtomashinamiz ko'rsataylik. Honda HS5 modelimiz. Hozirgi kunda 25 ga narxini aytmayman dedim. Past raqamlarni qoldiraman do'stlar. Navbatdagi avtomashinalarni ham ko'rsatishda davom etamiz. Jetour Dashin so'raganlar. Niyat qiluvdingiz, ololmadingizmi? Mana siz kutgan kun keldi. Srochni keling. Arzimagan narxlarga olib ketishingiz mumkin. Xohlasangiz Jetour X70 restyling modeli. Ko'chalarni larzaga keltirgan Beston B70 avtomashinasi ham siz azizlarni kutmoqda do'stlar. Qaysi birdan qanaqasidan kerak? Mana shu toychoni ko'rsatmasam ham bo'lmaydi. Dongfeng iLose Shine GS modeli yo'lsizlik, cheksizlik uchun ishlab chiqarilgan avtomashina. Har qanday yo'lga moslashuvchan, oila a'zolaringiz bilan shahar va safar uchun ajoyib tanlov bo'ladi do'stlar. Bemalol batafsil grafik ma'lumotlar uchun past raqamlarni qoldiraman. Aloqaga chiqishingiz mumkin.